Hammaga salom, sizlar bilan Sulviya. Yangi muhabbat hayotingizga kirib keladimi? May oyida. Hozircha noma'lum holat, ozgina qo'rquv bor. Ko'pincha siz o'zingizni himoya qilish pozitsiyasidasiz. Bundan tashqari sizni balki chetdan kuzatayotgan inson ham bo'lishi mumkin. Yashirin inson, siz u insonni balki his-tuyg'ularni bilmasligingiz ham mumkin. Sizga bundan tashqari ortda siz qanaqadir qiyinchiliklarni tashlamoqdasiz. Hozirda sizni uncha ko'p sevgi muhabbat emas, balki ko'proq qanaqadir ish holatlari qiziqtirmoqda va ish bilan bog'liq qiyinchiliklaringiz ham ortda qoladi, bartaraf etasiz va siz yaqinda agar ishga kirish niyatingiz bo'lsa, ishga kirishingiz mumkin yoki bo'lmasa yangi kontraktlar, delovoy kontraktlar tuzmoqchi bo'lsangiz, dogovorlar, o'shalarni tuzishingiz mumkin, hujjatlarni ish qilib. Ko'proq sizni may oyida qanaqadir kelishuvlar bilan bog'liq masalalar ko'pincha vaqtingizni oladi.